Sizlar bilan yana Dunyo Show kanali. Hozir sizlarning e'tiboringizga eng g'aroyib va antika ko'rinishga ega bo'lgan o'simliklarni havola etamiz. Bu o'simliklarni ko'rib, boshqa narsalarga o'xshatishingiz mumkin, lekin yodingizda tuting, bular oddiy o'simliklar. Demak, boshladik. Orxideya gulining turlaridan biri bo'lgan bu gul maymun bashara orxideya deyilar ekan. Bu gulga nima uchun bunaqa nom berilganini rasmlardan ko'rib bilib olgan bo'lsangiz kerak. Yana bitta Italiya orxideya guli turining nomi yalang'och erkak deb nom olgan. Rasmga yaxshilab qarasangiz, bu gulda yalang'och odamni ko'rishingiz mumkin va nimaga aynan yalang'och erkak deb nomlanganini ham osonlik bilan bilib olasiz deb o'ylaymiz. Bu o'simlik nomi Nepenthes. Bu so'zning tarjimasi yo'q. O'simlik o'sishi uchun suv va havo kifoya qilmaydi. Bu o'simlik yirtqich hisoblanadi. U o'z o'ljasini qo'lga tushirish uchun yoqimli hid taratadi. Shu yo'l bilan hayvon va hasharotlarni o'ziga jalb qiladi. Bizningcha, bu rasmdagi video O'zbekistonda mashhur bo'lishga ulgurgan. Mana bu o'simlik chiroyli chaqaloqlar deb nomlangan. Gulning ko'rinishiga e'tibor bersangiz, sochiqqa o'ralgan go'dak tasvirini ko'rishingiz qiyin bo'lmaydi. Bu daraxt nomi ajdar va boshchanoqi ekan. Bu g'aroyib ko'rinishga ega bo'lgan daraxt mevasi bahor va yozda ajdar boshining ko'rinishiga ega bo'ladi. Kuz fasliga kelib esa uning ko'rinishi odam boshchanoqiga juda o'xshaydigan shaklga keladi. Daraxtni kuz faslida ko'rgan paytingizda xuddi butun daraxtni kichkina bolakaylarning boshchanog'i osib qo'yilgandek ko'rinadi. Qonli daraxt. Daraxtning bu nomni olishiga sabab uning sharbati qon rangida bo'ladi. Bu daraxt kesilgan paytda xuddi daraxt o'layotgandek ko'rinadi. Bu gul jasad guli deb yuritiladi. Gulning balandligi 2 metrga yetadi va u eng katta gul hisoblanadi. Gulni ko'rishga ko'pchilik odam qiziqadi, lekin bu gulning hidi juda yomon. Mo'jizaviy lablar. Gulning nomi aynan topib qo'yilgan. Dunyodagi odamlar eng ko'p qiziqadigan gul turi. Buning sababini tushungan bo'lsangiz kerak. Gulning bunaqa tuzilishiga sabab u changlanish uchun o'ziga faqat kolibri qushini jalb qiladi. Bu gulning nomi kulib turgan ari. Gulni ko'rganingizda uning o'rtasida sizga kulib qarayotgan ari tasvirini ko'rishingiz aniq. Albatta, bunaqa gulni ko'rganingizda kayfiyatingiz ko'tariladi. Bu o'simlik turi Vyetnamda o'sadi. O'simlikni sayyohlar qiziqishgani uchun va sotib olishgani uchun o'stirishadi. Gulni ko'rib, ko'pchilik odamlar men kabi hayratlansa va ajablansa kerak. Mana bu o'simlik haqida ma'lumotlar topa olmadik, lekin bir narsani aniq bilamiz. Siz bu o'simlikni ko'rmagansiz va ma'lumotga ega emassiz. Amazonka Viktoriyasi. Bu o'simlik dunyodagi eng katta suv zambili hisoblanadi. Uning diametri 2 metrga yetadi va u 30 kilogramm yukni ko'tara oladi. Ayrim hollarda esa hattoki 50 kilogramm yukni ham ko'tarishi mumkin. Ha, siz to'g'ri o'yladingiz. Siz bu o'simlikning ustida o'tirishingiz yoki o'simlik ustida suzishingiz mumkin. Siz zamburug'lar, daraxtlar va boshqa narsalar hisobiga paydo bo'ladi deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Bu zamburug' yerda o'sadi. Bu zamburug'ni ko'rgan paytingizda qonayotgan tishlarga o'xshatishingiz mumkin, lekin bu oddiy zamburug' sharbati. Arnold rafleziyasi eng katta gul. Bu gulning diametri 1 metrgacha, vazni esa 8 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Bu hali hammasi emas. U o'lik rafleziya deb ham yuritiladi. Buning sababi u o'lik hasharotlar bilan oziqlanadi.
Bu biogenik zamburug' o'zidan neon yorug'ligini tarqatadi va bu narsa kechki paytda juda chiroyli ko'rinadi. Shular bilan ma'lumotlarimiz oxiriga yetdi. O'simliklar haqidagi ma'lumotlar va lavhalar yoqqan bo'lsa, like bosing. Bizdan uzoqlashmang.